Agar siz pensiyani Xalq banki, O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobank orqali olayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki pensiya pulingiz qaysi bankka tushyapti? Karta ishlayaptimi? Naqd pulni qayerdan olyapsiz? Bank ilovasida pul ushlanib qolyaptimi? Kredit yoki qarzdorlik sabab yechib olinmayaptimi? Mana shu masalalarda ko'pchilik xatoga yo'l qo'yapti. Men bugun sizga oddiy, tushunarli tilda nima o'zgargan, kim ehtiyot bo'lishi kerak, kim xavotir olmasa bo'ladi va eng asosiysi pensiyangiz bilan muammo chiqmasligi uchun nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Videoni hoziroq like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotlar aynan pensionerlar va ularning farzandlari uchun juda kerak bo'ladi. Avval ko'p odamlar pensiyani deyarli bitta yo'l bilan olardi. Pensionerning pulini pochta orqali uyga olib kelishardi yoki Xalq banki orqali naqd qilib olishardi. Qishloq joylarda ham, shaharda ham ko'pchilik uchun odat shunday edi. Pensiya kuni keladi, odamlar navbatga turadi. Kassadan pul oladi yoki pochtachi uyga olib keladi. Bu usulda ham qulaylik bor edi. Chunki yoshi katta odam karta, bankomat, mobil ilova bilan ovora bo'lmasdi. Lekin muammolar ham ko'p edi, navbat uzun bo'lardi, pul kechikardi. Ba'zan odam kasal bo'lsa borolmasdi. Kimdir ishonchnoma bilan olish kerak bo'lardi. Yana kimdir naqd pulni uyga olib kelishda xavfsizlikdan xavotir olardi. Hozir vaziyat ancha o'zgardi. Pensiyalar bank kartalariga tushishi, turli banklar orqali xizmat ko'rsatilishi, naqd yoki naqd pulsiz foydalanish imkoniyati kengaydi. Xalq banki bilan bir qatorda O'zsanoat qurilish bank, Agrobank va boshqa banklar orqali ham pensiya olish amaliyoti ko'paydi. Bu nimani anglatadi? Endi pensioner faqat kassaga bog'lanib qolmaydi. Kartaga pul tushsa, uni bankomatdan yechishi, do'konda karta bilan to'lashi, kommunal to'lovlarni ilova orqali amalga oshirishi, farzandiga pul o'tkazishi mumkin. Lekin aynan mana shu qulayliklar bilan birga yangi xavflar ham paydo bo'lgan. SMS kodni begonalarga aytib yuborish, kredit qarzdorligi sabab pul yechilishi, karta muddati tugashi, bankomat komissiyasi, firibgarlar, noto'g'ri ariza, pensiya boshqa bankka o'tmay qolish kabi holatlar. Men ko'p uchratadigan eng katta xato shuki, odam pensiya baribir davlat pulim, unga hech kim tegmaydi deb o'ylaydi. To'g'ri. Pensiya sizning qonuniy daromadingiz. Lekin u bank kartasiga tushgandan keyin bank tizimida u pul kartadagi mablag' sifatida ko'rinadi. Agar sizning qarzingiz sud ijrosi bo'yicha undiruv, bank krediti, overdraft yoki o'zingiz rozilik bergan avtomatik yechimlar bo'lsa, pulingizning bir qismi ushlanishi yoki yechilishi mumkin. Shuning uchun pensiya qaysi bankdan olinayotganini bilishning o'zi yetmaydi. Shartlarni, kartani, hisobni, xizmatlarni, cheklovlarni ham tushunish kerak. Asosiy qism bir nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim xavotir olmasa bo'ladi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya tushadigan bank kartasi oddiy karta emas. Sizning asosiy ijtimoiy daromadingiz tushadigan hisobdir. Agar siz Xalq banki, O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobank kartasiga pensiya olayotgan bo'lsangiz, har oyda birinchi tekshiradigan narsangiz pul tushgan tushmaganligini emas, balki pul to'liq tushganmi, undan nimadir yechilganmi, karta ishlayaptimi, karta muddati tugamaganmi, SMS xabarnoma faolmi, shuni ham ko'rishingiz kerak. Masalan, bir pensioner oyiga 2 milyon 200 ming so'm pensiya oladi. U har oy bankomatdan 2 milyon so'm yechib 200 mingini kartada qoldiradi. Bir kuni qarasa, kartada 200 ming emas, 2 ming qolgan. Bankka borsa, ma'lum bo'ladiki, u avval telefon orqali bir xizmatga ulanib qo'ygan, har oy avtomatik to'lov yechilgan, yana karta xizmat haqi ham ushlangan. Bu yerda bank har doim ham noqonuniy ish qildi degani emas. Ba'zan odam o'zi tushunmasdan xizmatga rozilik bergan bo'ladi. Shuning uchun men har bir pensionerga aytaman, bankka boring, mening kartamda qanday pullik xizmatlar ulangan, avtomatik to'lovlar bormi, SMS xabarnoma qancha turadi, kredit yoki qarzdorlikka bog'langan yechimlar bormi deb so'rang. Ikkinchi muhim masala bankomat va naqd pul. Ko'pchilik o'ylaydi, kartam Xalq bankiniki bo'lsa, istalgan bankomatdan bepul pul olaman. Har doim ham shunday emas. Bankomat qaysi bankniki, karta qaysi tizimda, yechayotgan summangiz qancha, komissiya bormi, bularni tekshirish kerak. Masalan, 1 million so'm yechmoqchisiz. Agar komissiya 2% bo'lsa, 10 ming so'm ketadi. Bir qaraganda katta pul emasdek. Lekin oyga 2 marta yechsangiz 20 ming, yiliga 2,4 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu pul ham muhim. Shuning uchun
imkon qadar o'z bankingiz bankomati yoki komissiyasiz xizmat ko'rsatuvchi nuqtadan foydalaning. Kassadan naqd olish kerak bo'lsa, pasport yoki ID kartangizni olib boring. Kartangizni ham olib boring. Va albatta chekni saqlang. Uchinchi masala, kim xavotir olishi kerak? Eng avvalo bankdan krediti bor pensionerlar. Masalan, siz Agrobankdan 5 million so'm kredit olgansiz, har oy 600 ming so'mdan to'lashingiz kerak. Pensiyangiz ham shu bank kartasiga tushadi. Agar to'lov kuni pensiya tushgan kun bilan yaqin bo'lsa, bank shartnomangizga qarab avtomatik yechishi mumkin. Siz esa pensiyam yo'q bo'ldi deb o'ylashingiz mumkin. Aslida kredit shartnomasida avtomatik yechimga rozilik bo'lgan bo'lishi ehtimol. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l bankka borib kredit grafikini, avtomatik yechim tartibini, pensiyadan qancha ushlanishini aniq yozma yoki ilova orqali ko'rish. Yana bir misol. O'zsanoat qurilish bank kartasiga 1 million 500 ming so'm pensiya tushadigan odam bor. U farzandiga kafillik qilgan. Farzandi kreditni vaqtida to'lamagan. Sud qarori yoki ijro hujjati chiqqan bo'lsa, pensionerning hisoblariga cheklov tushishi mumkin. Mana shu joyda ko'pchilik men pul olmaganman, faqat kafillik qilganman deydi. Lekin kafillik ham majburiyat. Shu sababli agar siz kimningdir kreditga kafil bo'lgan bo'lsangiz, pensiya kartangiz ham xavf zonasida bo'lishi mumkin. Men bunday odamlarga har oy ijro byurosi bank va kredit holatini tekshirib turishni maslahat beraman. Kim xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning bankda kreditingiz yo'q bo'lsa, sud ijrosi bo'yicha qarzingiz bo'lmasa, karta muddati amalda bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda va qo'lingizda bo'lsa, SMS kodlarini hech kimga aytmasangiz, pensiyangiz odatda muammosiz tushadi. Lekin xavotir olmasa bo'ladi degani, umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Oyiga bir marta bankdan yoki ilovadan hisob ko'chirmasini ko'rib qo'yish odat bo'lishi kerak. 4-masala pensiya bankini almashtirish ko'pchilik bilmaydi. Pensioner ayrim hollarda pensiyani qaysi bank orqali olishni o'zgartirish masalasini ko'tarishi mumkin. Masalan, siz hozir Xalq bankidan olasiz, lekin uyingizga yaqin joyda Agrobank filiali bor. Yoki O'zsanoat qurilish bank bankomati qulayroq. Bunday vaziyatda siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilib, pensiyani boshqa bankdagi kartaga o'tkazish tartibini so'rashingiz kerak. Lekin bu yerda shoshilmaslik kerak. Avval yangi bankda karta oching, karta ma'lumotlarini to'g'ri oling, ariza yozing. Keyingi oy qaysi hisobga tushishini aniqlang. Aks holda bir oy pul eski bankka, keyingi oy yangi bankka tushib, o'zingiz chalkashib qolishingiz mumkin. 5-masala telefon raqami. Bugun karta xavfsizligining yarmi telefon raqamiga bog'liq. Agar pensiya kartangizga ulangan telefon raqami farzandingizniki, qo'shningizniki yoki allaqachon ishlatilmaydigan eski raqam bo'lsa, bu juda katta xavf. Chunki bank xabarnomasi, tasdiqlash kodi, ilovaga kirish kodi o'sha raqamga boradi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Pensionerning kartasiga pul tushadi. SMS esa boshqa odam telefoniga boradi. Keyin ilova orqali pul o'tkazib yuborilgan bo'ladi. Shuning uchun raqam albatta o'zingiz ishlatadigan, doim qo'lingizda bo'ladigan raqam bo'lsin. Agar telefon ishlatmasangiz, eng ishonchli farzandingiz yordam bersin. Lekin karta paroli va SMS kod nazoratsiz qolmasin. Endi eng nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik joy pensiya kartasiga tushgan pulni bank kreditga to'liq olib qo'yishi masalasi. Odatda ijtimoiy to'lovlar va pensiyalar bo'yicha undiruvlarda qonuniy cheklovlar, tartiblar bo'ladi. Lekin amaliyotda muammo shundan chiqadiki, pul karta hisobiga tushgandan keyin bank tizimi uni oddiy mablag' sifatida ko'rishi. Avtomatik kredit yechimi esa shartnomaga asosan ishlashi mumkin. Agar sizda shunday muammo bo'lsa, bank noto'g'ri qildi deb faqat og'zaki janjal qilish yetmaydi. Siz yozma ariza bering. Mening ushbu hisobimga pensiya tushadi. Pensiya daromadimdan ushlab qolish tartibi va miqdorini asoslantirib berishingizni so'rayman deb yozing. Arizaga pasport nusxasi, pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi hujjat yoki pensiya tushgan hisob ko'chirmasini ilova qiling. Javobni yozma oling. Shunda keyin Markaziy bankning iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'limiga yoki boshqa vakolatli organga murojaat qilish osonlashadi. Ikkinchi nozik joy karta muddati tugashi. Ko'p pensionerlar kartaning old tomonidagi oy va yilga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada 07/26 deb yozilgan bo'lsa, karta 2026 yil oxirigacha amal qiladi. Muddat tugasa pensiya hisobga tushishi mumkin.
Lekin kartadan foydalanish qiyinlashadi. Bankomat pul bermaydi, do'konda to'lov o'tmaydi. Odam esa pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobda turadi. Karta yangilanishi kerak. Shuning uchun karta muddati tugashiga kamida 1 oy qolganda bankka boring va yangi kartani rasmiylashtiring. Xalq banki bo'ladimi, O'zsanoat qurilish bank bo'ladimi, Agrobank bo'ladimi, bu qoida hammasiga tegishli. 3-nozik joy, ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar yura olmaydi, kasal bo'ladi, boshqa viloyatda farzandnikida yashaydi. Shunda pensioner farzandi yoki qarindoshi olish kerak bo'ladi. Buning uchun o'g'zaki aytdim. Olib bera oladi degan narsa xavfli. Bank kassasi yoki pensiya idorasi odatda hujjat talab qiladi. Notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ishonchnomada aniq yozilishi kerak. Pensiya mablag'larini olish, bank kartasini olish yoki yangilash. Hisob bo'yicha ma'lumot olish, ariza berish vakolati. Agar ishonchnomada faqat umumiy ishlarini yuritsin deb yozilgan bo'lsa, ayrim bank xodimlari qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun notariusga borganda aniq maqsadni ayting. 4-nozik joy, firibgarlar. Hozir firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Ular men bank xodiman, pensiyangiz blok bo'ldi. Kartangizni yangilab beramiz. Kompensatsiya tushadi. Davlatdan qo'shimcha pul bor deb qo'ng'iroq qiladi. Keyin karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, PIN kod so'raydi. Men qat'iy aytaman, hech qaysi bank xodimi sizdan telefon orqali SMS kod yoki PIN kod so'ramaydi. Xalq banki nomidan qo'ng'iroq qilsa ham, O'zsanoat qurilish bank nomidan aytsa ham, Agrobank nomidan aytsam ishonmang. Qo'ng'iroqni o'chiring va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Agar siz SMS kodni aytib yuborsangiz, pul ketgandan keyin uni qaytarish juda qiyin bo'ladi. 5-nozik joy, qarindoshlar orqali boshqariladigan karta. Ko'plab pensionerlarning kartasi aslida farzandining qo'lida yuradi. Bu hamma vaqt yomon emas. Ba'zi farzandlar ota-onasiga yordam beradi, dorisini olib beradi, kommunal to'lov qiladi. Lekin shaffoflik bo'lmasa, nizo chiqadi. Masalan, onaning pensiyasi 1.300.000 so'm karta o'g'lida. Ona har oy menga 800.000 berdi, qolganini nima qildi deb shubhalanadi. O'g'il esa doğru oldim, gaz to'lov qildim deydi. Bunday oilaviy nizolarni oldini olish uchun har oy oddiy daftar tuting. Qachon qancha pensiya tushdi? Qancha naqd berildi? Qancha doriga ketdi? Qancha kommunalga ketdi? Bank ilovasidan cheklarni saqlang. Bu ishonchni saqlaydi. 6-nozik joy. Pensiya tushadigan hisobni boshqa to'lovlar bilan aralashtirish. Men pensionerlarga imkon qadar pensiya kartasini alohida saqlashni maslahat beraman. Masalan, pensiya kartangizga hamma narsani ulab tashlamang. Internet obuna, kredit to'lovi, onlayn xarid, turli ilovalar. Agar imkon bo'lsa, kundalik mayda xaridlar uchun boshqa karta ishlating. Pensiya kartasida esa asosiy mablag'ni saqlang. Chunki bitta ilovada karta ma'lumotlari saqlanib qolsa yoki telefon yo'qolsa, asosiy daromadingiz xavfga tushadi. 7-nozik joy, pensiya kechikishi. Ba'zan odamlar birinchi kuniyoq vahima qiladi, hammaniki tushdi, meniki tushmadi. Pensiya to'lovlari hudud bank texnik jarayon. Dam olish kuni, bayram kuni sabab turlicha vaqtda ko'rinishi mumkin. Lekin agar odatda 5 sanada tushadigan pensiya 8-9 sanagacha tushmasa, tekshirish kerak. Avval bank ilovasidan yoki bankomatdan balansni ko'ring. Keyin bank filialiga boring. Mening nomimga pensiya mablag'i kelganmi deb so'rang. Agar bank kelmagan desa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar pensiya jamg'armasi o'tkazilgan desa, bankdan yozma izoh so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, qaysi bankdan pensiya olayotganingizni aniq biling. Kartangizni oling. Bank nomini, karta muddatini, telefon raqami ulangan-ulanmaganini tekshiring. Agar kartangiz Xalq banki, O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobankniki bo'lsa, eng yaqin filial manzilini, telefon raqamini, ish vaqtini yozib qo'ying. Ikkinchi qadam, bankka borib hisobingiz bo'yicha ko'chirma oling. So'nggi 3 oy yoki 6 oy uchun ko'chirma so'rasangiz yaxshi bo'ladi. Ko'chirmada pensiya qachon tushgani, qayerga qancha pul yechilgani, komissiya bormi, avtomatik to'lov bormi, hammasi ko'rinadi. Agar tushunmasangiz, xodimdan har bir qatordan izoh berishini so'rang. Men pensionerman, bu mening asosiy daromadim. Tushuntirib bering deyishga uyalmang. 3-qadam, barcha pulli xizmatlarni tekshiring. SMS xabarnoma kerakmi? Kerak bo'lsa, qancha turadi? Mobil ilova ulanganmi? Avtomatik kommunal to'lov bormi? Kredit yechimi ulanganmi? Sug'urta obuna, servis to'lovi bormi?
keraksiz xizmat bo'lsa o'chirish uchun ariza yozing. Arizada mening kartam va hisobim bo'yicha o'langan pullik xizmatlar ro'yxatini taqdim etishingizni va men foydalanmaydigan xizmatlarni o'chirishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 4-qadam, telefon raqamini to'g'rilang. Agar kartaga ulangan raqam eski bo'lsa, bankka pasport yoki ID karta bilan boring va raqamni o'zgartiring. Raqam o'zingizniki bo'lsin. Agar o'zingiz telefon ishlata olmasangiz, ishonchli farzandingiz raqami bo'lishi mumkin. Lekin bu oilada ochiq kelishilgan bo'lsin. Eng muhimi, SMS kodni hech kimga aytmang. 5-qadam, kredit va qarzdorlikni tekshiring. Agar sizda kredit bo'lsa, kredit shartnomasi va to'lov grafikini toping. Bankdan, pensiya kartamdan avtomatik yechim bormi deb so'rang. Agar bor bo'lsa, qaysi kuni, qancha miqdorda, qanday asosda yechilishini yozma aniqlang. Agar kreditni qayta tuzish kerak bo'lsa, bankka oldindan boring. Pensiya tushgandan keyin pul yechilib ketgach janjal qilishdan ko'ra oldindan kelishgan yaxshi. 6-qadam, bankni almashtirmoqchi bo'lsangiz, reja bilan ish qiling. Avval yangi bankda karta oching. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensioner ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, yangi bank kartasi rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Arizada pensiya to'lovlarini falon bankdagi hisobimga o'tkazib berishingizni so'rayman deb yoziladi. Ariza qabul qilingan sanani, kirim raqamini yozib oling. Keyingi oy pensiya qayerga tushishini albatta tekshiring. 7-qadam, muammo bo'lsa, faqat og'zaki gaplashmang. Bankka yozma ariza bering. Arizangiz 2 nusxada bo'lsin, birini bankka berasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sanasi va imzo qo'ydirib olasiz. Murojaat raqamini saqlang. Arizada muammoni aniq yozing. Falon sanada pensiyam tushgan, falon summa yechilgan, yechim asosini tushuntirib berishingizni va hujjat nusxasini taqdim etishingizni so'rayman. Shunda sizning masalangiz jiddiy ko'rib chiqiladi. 8-qadam. Keksalar uchun xavfsizlik qoidalarini o'ylada kelishib oling. Karta PIN kodi qog'ozga yozilib, karta bilan birga yurmasin. SMS kod hech kimga aytilmasin. Bank xodimi deb qo'ng'iroq qilgan odamga ishonilmasin. Karta yo'qolsa darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklatilsin. Telefon yo'qolsa ham darhol SIM karta tiklansin va bank ogohlantirilsin. Bular oddiy tuyuladi, lekin aynan shu oddiy qoidalarga amal qilmaganlar eng ko'p zarar ko'radi. 9-qadam, naqd pul yechishda ehtiyot bo'ling. Bankomat oldida begona odamdan yordam so'ramang, agar yordam kerak bo'lsa. Bank ichidagi rasmiy xodimga murojaat qiling. PIN kodni kiritayotganda qo'lingiz bilan klaviaturani yoping. Pulni olgach darhol sanab chekni oling, lekin chekni ko'chaga tashlab ketmang. Chekda karta ma'lumotlarining bir qismi bo'lishi mumkin. Agar bankomat pulni bermay, hisobdan yechib qo'ysa, darhol bankka ariza yozing, bankomat manzili, vaqt, summa va karta raqamini ko'rsating. 10-qadam. Farzandlar uchun alohida maslahat. Agar ota-onangiz Xalq banki, O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobankdan pensiya olsa, ularning kartasini o'zim bilaman deb boshqarmang. Ota-onangizga tushuntiring, har oy ko'chirma ko'rsating. Qancha pul qayerga ketganini ayting. Pensioner odam uchun pul faqat mablag' emas, mustaqillik va xotirjamlik hamdir. U o'z pulining taqdirini bilishga haqli. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Pensiyani qaysi bankdan olishning o'zi emas, balki karta xavfsizligi, kreditlar, avtomatik yechimlar, telefon raqami, komissiyalar, ishonchnoma va yozma murojaat tartibi juda muhim. Xalq banki, O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobank orqali pensiya olayotgan bo'lsangiz, albatta kartangizni, hisobingizni, ulangan xizmatlarni va qarzdorlik holatini tekshirib chiqing. Muammo chiqqanda og'zaki gap bilan cheklanmay, yozma ariza bering va hujjatlarni saqlang. Agar sizda pensiya kartasi bilan bog'liq muammo bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi bank, qanday muammo, qanday hal bo'ldi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin. Videoni like bosib qo'ying, yaqinlaringizga yuboring. Kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensiya, kredit, bank kartalari va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha yana muhim ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib beraman.